Qizil paltom qayerda? Shkafda turuvdi. Ha, bo'pti, uxlavering, men o'zim qarayman. Xo'p, bo'pti oyijon. Voy kelin. 100 mingga maydangiz bormi? Yo'q edi mayda. Kerak edi-da, mayli, uxlavering. Kelin, pult qani? Ham serial ko'rmoqchi edim-da, dushman oila. Men qayerdan bilaman oyijon? Televizor tepasida turuvdi. Ha, bo'pti, uxlavering. O'zim topib olaman. Ha, xo'p, bo'pti. Abduqodir Husanov Manchester City'dami yoki Chelsea'dami? Abduqodir Husanov Manchester City'da, Mbappe Real Madridda, Ronaldo Jorjinani qo'ynida yotibdi oyijon. Uxlavering, mayli. Siz ham uxlang oyijon. Abduqodir Husanov bilmaysizmi qancha oylik oladi? Ronaldo bilan bir xil oylik oladi. O'zbekistonni sotib olsa bo'lar ekan, ha? Ha, mayli, uxlavering siz, men ketdim. Mayli oyijon. Kelin, qo'shnimiz Dilbar opa navarali bo'pti. Sizlarda biron bir yangilik bormi? Tavba qildim. Qarang-a, menga ham qiziq, nimaga bo'lmayapti ekan yangilik? Men bilmayman. Tezlashinglar. Qaynana qaynanam jonim qaynana